Assalomu alaykum, qadrli uy olamiz degan akalar, ukalar. Mana bugun men No'xoy Nosir Xusrob Komsomol mahallasidan manjigalarimiz. Varashilib ketgan yo'lda ustida, bilasizlar, Komsomol kirgan joyda hech qancha yurmaysizlar, mana shunday kelasizlar. Mana bu ko'cha ekan, qadrli do'stlar, ko'cha. Hayl aka, oxirgi uy ekan. Hozir borib ko'ramiz, necha xona, hovli nechta, hammasiga to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Ekranga telefon nomeri qo'yamiz, telefon qilasizlar, bo'lmasa hozir to'liq ma'lumotga ega bo'lamiz. Qani ketdik unda. Mana bu tomon jigaramiz Komsomol qala tomonga ketadi. Mana bu tomon Varashil tomonga ketayotgan yo'lda shunday Komsomol birgan joylaringizda mana shu yerda ko'cha. Mana shu ko'chaga kirasizlar. Ha, bu yoqqa Vatan shu qalapala ketdi. Oldinroq kimdir duashim bilinmasin. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, boryapmiz uyga. Hech qancha yurmaysizlar. Mana ko'cha kengish. Ko'ryapsizlar, o'zingiz ko'cha kengish. Zakona yo'l boradi. Mana shu to'g'ridagi uy akalar ukalar. Mana darvoza ko'riladi, mana ko'chadan shunday kelganlaringizda hozir o'zingiz ko'rib kelasiz. Mana shu ko'rib turgan mana shu uy jigarlarimiz. Hozir ichkari kiramiz, hovlilarni ko'rsatamiz. Suvdan problema yo'q ekan, latakda suv kelib turadi. Mana ko'ryapsizlar, latakda suv kelib turadi. Pastga ham shox bor ekan shunday. Qishni yozin suv bo'ladi dedi bu yerda dedi. Mana ko'ryapsizlar, latakda suv kelib turibdi. Qish yozin suv bo'ladi dedi. Hozir ichkari kiramiz. Hovli 12 sotix ekan. Jo'mishqa egilgan, mana ko'ryapsizlar. Jo'mishqa egilgan birga vida egilgan ko'ryapsizlar. 12 sotix hovli ekan. Pastda ham oriq bor dedi, balandda ham oriq bor. Suvdan problema yo'q dedi. Do'stlar, mana yerda 2 xona, 1 koridordan tashqari bu yerda 2 xona uy, 1 koridor uy bor qadrli yurtdoshlar. Mana ko'rib turganingiz, mana bu yerda 3 xonali uyga fundament tashlangan ekan. Mana ko'ryapsizlar, 3 xonali uyga fundament tashlangan. Xo'p, kelasizlar kimki nimasi tikka-pikkalarni chavib, takasa uyni ko'taradi. Mana hovlida bir kamas shibenka tugilgan, zavod shibenkasi bor. Sizlarga qolayotgan narsa, tosh bor keyin. Ancha tosh bor bo'ldi ham. Keling operator. Mana ko'ryapsizlar, jigarlarimiz normal tashlangan. Hamma narsasi xomish, hamma narsasi normal tashlangan. Xo'p. Steshka bo'lgan, shkaturkasi bo'lgan. Bu yerda 2 xona bomutdan qo'yib, uy qilib yashasa bo'ladi. Faqat pergorodkasi qolgan. Mana yerdan pergorodga terasizlar. Bu yer koridor bo'lib qoladi mana bu yer. Bu yerdan pergorodga terasizlar. Ikkita xona bo'ladi, bir katta koridor bo'ladi. Ko'chadan kirib kelayotgan yo'l. Nar tomon darvoza tashlangan. Xo'p, shunday gaplar. Ekranga telefon nomeri qo'yamiz, kimga ma'qul bo'lsa. Bo'ldi, ekranga telefon nomeri qo'yamiz. Narxini 260 ming somon deyapti. Yana jigarlarimiz o'zgina muomalasi bor. Adres manzil No'xoy Nosir Xusrob Komsomol mahallasida. Kelaverasizlar, kimga ma'qul bo'lsa, murojaat chiqasizlar. Sog' bo'lingizlar.